Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgansizlar. Xudo xolasa navbatdagi eshik-romlarimizni olib kelib o'rnatdik. Bu eshik-romlarimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Sharq Yulduz qishlog'iga o'rnatdik. Bu yerda 3 dona eshik, 2 dona romimiz bor. 2026-yil 10-iyul hafta kuniga juma ayyomida hammalarga muborak bo'lsin. Xo'p, akamizni o'g'illari bizni Rossiyada ishlarimizni ko'rib, muntazam ravishda kuzatib borgan ekan. Xudo xolasa mana ishlarimiz yoqqan ekan, mana chiroyli qilib berdik. Bu yerga mana dadalari mana eshik-romlarni bir sira ko'rib olyapti. Tog'a, eshik-romlarimiz yoqdimi? Yaxshi, yomon emas. Puli yarasha. Faqat nima deydi? Sifat anglisiga to'g'ri. Baho yo'q. Materiallarimiz neobrazno yog'och, eshiklarimiz qalini 4,5 sm, zamoklarimiz original zamok tog'a. Ochilib yopilishlari zo'rmi? Yaxshi. Mana bemalol akalar ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari. Rezinkalar qo'ygan ekan. Rezinkalar qo'yganmiz. Mana 3 dona nimamiz bor. Oshxonalari, mana bu yer taglarida, xo'p, yon qismi, tepa qismlarida rezinkalari bor. Yomon emas. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. Nima usta? Vodiy bo'ylab dastavka uстановkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holatda. Qirg'izistondagi aka-ukalarimiz bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qirg'izistonga ham xudo xolasa yangi ishlarimiz bor. Yaqinda eshik-rom o'rnatib ham keldik. Yana davomiy eshiklarimiz bor. Xudo xolasa ularni ham chiqarib boramiz. Qirg'izistonga ham xudo xolasa chiqarib borishda harakatini qilyapmiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin aka-ukalar. Telegram, WhatsAppga musofirda yurgan aka-ukalarimizga hammalari tarjaro sog' bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Layklarni bosib, yog'och eshik-rom degan aka-ukalarga podpiska qilib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha xuddi shunaqa qilib sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, hammanglar uchun e'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa keyingi navbatdagi eshiklarimizni ham muntazam ravishda qo'yib borishga harakat qilamiz. Hammanglarga rahmat.